Hürmetli vatandaşım, leksiyalarımızı davamlaştırımız. Bugünkü islağa 2021 yıl 4. ayının 7. günü. Endiki mavzumunda hürmetli vatandaş. Wang Yi. Amerika Cumhur münasebetdeki yeni bir söz, ibare, yoki hukm yasab chiqdi. To'g'ri betlarda munozara qo'zg'aldi. Mavzuli xabar 4. ayının 5. günü ben bir orbiti e'lon qilindi. Xabar bundaq boshlandi. Cumhur Amerika Alyaska suhbati mag'lub bo'lganda ekan. Men hozir dedim, g'alaba qildi dedim vatandosh. Buni Xitoy yozyapti. Suhbati mag'lub bo'lgandan keyin Cumhur Kompartiyasi orqa-orqadan yana takabbirona salopatda Amerika Cumhur munosabatiga baho berib keldi. Yaqinda shundoq bir so'z Cumhur Tashqi ishlar ministri Wang Yining og'zidan chiqdi. O matbuotga mundaq dedi. Cumhur Kompartiyasi dunyoda hammadan ustun turadigan bir davlat borligini e'tirof qilmaydi. Dünyanın işlerini fakat bir devlet bir taraf qilishni qabul qilmaydi. Gördünüzmü? Qalcırlık tıqaya geldi. Hazır tahlil qilamiz vatandaş. Hammadan ustun turadigan bir devlet bu nima deganlik? To'rdoshlarning bu hukmni tushuntirishlar bir-biriga tubdan o'xshamaydi. Devlet hammadan ustun tursa, xalq hammadan tuvan turib qoladi. Bu atalmış hammadan ustun turadigan devlet deganlikdir. Fransiya Xalqaro radio stansiyasi xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Alyaska suhbatiga qatnashgan Cumhurning tashqi ishlar ministri Wang Yi Cumhur Amerika munosabatida to'xtalganda mundaq dedi. Cumhur Kompartiyasi hammadan ustun turadigan bir davlat borligini e'tirof qilmaydi. Dunyoning ishlarini bir davlatning bir taraf qilishi qo'shilmaydi. Lekin Cumhur Kompartiyasining shu qatamqi suhbatda o'zini ifodalashlaridan butun dunyoning xabari bor. Ya'ni Alyaska suhbatida Cumhur Kompartiyasining o'zini ifodalashlaridan butun dunyoning xabari bor. Suhbat vakillari o'mikining boshlig'i Yang Jiechi 17 minut vaqt olqigan nutq so'zlab Amerikaga hujum qilib, sening o'rnida tek turib, Cumhur Kompartiyasi bilan so'zlashish salohiyating yo'q. Cumhur Kompartiyasi ko'tak kashingni deydi dedi. Alyaska suhbati jarayonida. Bu so'zlar hozir Cumhurda aqliyaga aylanib, har taraflarda tarqalib yuriydi. Cumhurning tashqi ishlar ministri Wang Yining nazarida hammadan ustun turadigan davlat albatta Amerika Qo'shma Shtatlaridir. Lekin Amerikaning qachon, qayerda men hammadan ustun turadigan davlat degani bor? Dunyoda Amerika qachon, qayerda men hammadan ustun turadigan davlat deb baqqan bir vaqt bormi, bir so'rin bormi? Sual qo'yayotdi Fransiya Xalqaro radio stansiyasi. Yo'q, bu yerda ministr Wang Yining norozi bo'layotgani Beijing kishilik huquqqa xiloflik qilganda Amerika tarafidan o'zliksiz ayblaganligi bu ministr Wang Yining norozi bo'lgan tarafidir xolos. Wang Yining yana orqada so'zlagan bir jumla so'zi, masalan, dunyoning ishlarini bir davlatning bir taraf qilishini Cumhur Kompartiyasi qabul qilmaydi. Deganligi bu so'zning kishilarga beradigan ta'siri Cumhur Kompartiyasi hozir qoltis bo'lib ketdi. Amerika o'zingni men cho'ng davlat dema. Cumhur Kompartiyasi bu dunyoda sen bilan barobar o'rinda turadi deganlikdir. Demak, bugun Cumhur Kompartiyasining qiyofatini ko'rib oldingiz, so'z iborasini ko'rib oldingiz. Buning siz biz Uyg'ur tili bilan shunday ifoda beraylikki, tasviriy jumla qo'yaylikki, Cumhur Kompartiyasi g'aljirlashdi.